Assalomu alaykum barchaga. Bugun 16.88 va Pindo'dan kelgan tovarlarni rastakovka qilib ko'ramiz. 16.88dan Pindo'dan kelgan tovarlar. Hozir birgalikda ko'ramiz. O'quvchi kerak, adashmasam. Upakovkasi yaxshi qilingan. Qog'oz bo'lgan bilan tagida xavatali nima qiladi? Нежно. Щетка. Капсул. Щетка. Selülit. Va dolan ketkazga qarshi ikki xil usulda ishlatsa bo'ladi. O'zimizda bu narxi 250 Xitoyda ancha arzonga topsangiz bo'ladi. Xohlasangiz buni ikki xil usulda ishlatalasizmi? Bundan ko'rsangiz bo'ladi. Mana buni joylashtirasiz. Mana bunday. Mamlakat tarzda joylashtiriladi yoki mana bunday ishlatasiz. Keyin buni ham joylashtirsa bo'ladi, lekin qandaycha. Mana bunaqa ekan. Orqasini adashtirma. Mana bunday orqangizga ishqalaganda bu qorindagi, oyoqdagi selulitlarni, ortiqcha rastashkalarni ketkazish uchun krem yoki skrablar bilan ishlatiladi. Sizlarga bir zo'r narsa ko'rsataman. Xitoydan nafaqat kiyim-kechak, balki suxoy fruktlar, choylar. O'tgan safargi videolarning bittasida choyni ko'rsatgandim. Atirgulli, choy konsentratsiya. Keyin yeydigan narsa maska. Bunda maska. Bu peshonaga yoqtiriladi. Peshonangizda mashinalar bo'lsa, o'shaning uchun ishlatsangiz bo'ladi. Tarkibida centella mavjud. O'simlikni nomi mana shunaqa qilib qanday ishlatishni qo'yib ko'rsatgan.